Assalomu alaykum aka-ukalar, Vodiy xo'rozlar obunachilari deyolmayman endi. Vodiy xo'rozlar kanalimiz o'chib ketdi. Ayrim sabablarga ko'ra YouTube bilmayman bizni ko'rolmayaptimi. Kuchayib ham ketganimiz yo'q edi, ko'rolmaydigan darajada. Aka-ukalar bugun davolasa toblashdi, xo'roz toblashni qo'yaman. Birinchi marta shug'ullanayotgan xo'rozni toblashni qo'yaman aka-ukalar. Mana oldin sizlarga bir kattagini ko'rsatib qo'yay, xudo xolasa maqtanish basu. Mana kattagimiz 18 ta xonalik kattagimiz bityapti, chiroyli bo'lib. Mana mashqlarda xudo xolasa xo'rozlarimiz toblanadi. Hozir aka-ukalar sizlarga birinchi marta xo'rozni toblashdan, noldan toblashni boshlashda birinchi kuni qanaqa tonirovkalar qilish kerak, qancha tonirovka qilish kerak, ana shuni batafsil aytib beraman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu yangi kanalim, xudo xolasa tezroq ko'tarib olsak, ko'pchilikka manfaatimiz tegadi aka-ukalar. Mana hozir toblashni boshlaymiz, xudo xolasa. Mana aka-ukalar, xo'rozni noldan birinchi kun boshlaydigan kunlaring, xo'roz umuman tonirovka bo'lmagan, shug'ullanmagan xo'rozni birinchi kun boshlaydiganda qiladigan tonirovkalaring vaqtigacha xudo xolasa hammasini chiroyli qilib chiqarib beraman. Mana aka-ukalar, birinchi kun xo'roz tonirovka qilyapsizlar, boshladik. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana shu mashqdan обязательно 10 ta. Bu birinchi mashqimiz. Xo'roz birinchi marta tonirovka qilinyapti. Xo'rozni ortiqcha qiynab olsa ham urishmay qo'yadi xo'roz. Bo'ldi, mana shu 10 ta mashqimiz bo'ldi. Shu ikkinchi mashqimiz boshlaymiz mana. 10 ta. Bozda keldisi hisoblanadi bunda aka-ukalar. 10 ta ikkinchi mashqimiz. Xo'rozni birinchi kundan endi men tonirovkalar qo'yib beryapman. Ko'pchilik birinchi kundan ko'p qilib olyapti-da, xo'rozimiz charchoq bo'lib qolyapti deyapti. U birinchi kundan ko'p qiynalmaydi. Mana birinchi kungi mashq mana shu. 10 ta qilindimi bo'ldi. Tamom. Bu uchinchi mashqimiz. Xudo xolasa kuzatishda davom etsalaring, ikkinchi bosqich mashqlar, keyin kuchliroq mashqlarni ham xudo xolasa bir qo'yib olaman aka-ukalar. Sotuvdagi xo'rozlar Telegram kanalimga hozir tashab qo'yaman. Kanalimdagilar obuna bo'lib qo'ysa, xudo xolasa. Yangi ko'rayotganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa yaxshi xo'rozlar sotuvga qo'yiladi. Mana. Уже 10 ta bu mashq. Bo'ldi, 10 ta o'zi normalniy bo'ladi. Birinchi marta shug'ullanayotgan xo'rozga mashqlar zo'r bo'ladi. Endi bo'yinga ishlaymiz mana. O'nta aqa, 10 ta bag'iga mana. Eng bo'yinga kuchli mashq bo'ladi. Bu birinchi kungi mashq aka-ukalar, xudo xolasa necha minut bo'ladi? Misol ba'zilar sekinroq qilishi mumkin, ba'zilar tezroq qilishi mumkin. 5 minut bilan 10 minut oralig'ida birinchi kunga birinchi mashqimiz tamom bo'ladi. Aka-ukalar mana. Bu mashqni qilasizlar 10 ta. 10 ta aylantiriladi, 10 ta nabarot. Уже ko'ryapsizlar aka-ukalar, birinchi kunga qilingandan keyin sirazi уже 10 ta bilan ham уже oyoqlari og'rib qolib, xo'roz quvvatsizlanib ketadi. Nagrizka undan oshiqchasi bunga nagrizka bo'ladi. Xo'rozga nagrizka kerak emas. Nagrizka qilinadi, o'zini kerakli paytida nagrizka qilinadi xo'rozga. Mana aka-ukalar, уже 10 tadan bu bo'ldimi? Shopirilish. Xo'rozni
İki taraflama shopilish bor. Ikkovidan 10 ta qilinadi mana. Chiroyli qilib, spokойно 10 ta oldiga shopiriladi. Aka-ukalar, hali ham like bosmagan bo'lsalar, like bosib qo'yasizlar. Ayash yo'q. Pul olmaydi like bosganga. Spokойно 10 ta orqa tarafidan ko'tarib qilinadi. Yo'nta mashig'imiz bo'ldi. Xo'rozimiz bu necha tonirovka qilib yurgan xo'roz, bunga bildirmaydi unchalik. Mashq holatda birinchi marta tonirovka qilayotgan xo'rozni 50%, 60% og'izlarini ochib, charchab bo'ladi, aka-ukalar. Bu necha tonirovka qilgani uchun bilintirmadi. Shunaqa qilib birinchi kungi mashq shu bo'ladi. Ikkinchi kuni xuddi mana shuni takrorlaysizlar. Ikkinchi kuni 10 tadan emas, 20 tadan xuddi mana shu mashqlar takrorlab turib, 3-kuni bir kun dam berasizlarda, 4-kuni 20 tadan 2 podxoddan ketilaveradi. 2 kun mashq, 1 kun dam. Общий 10 marta, 12 marta tonirovka qilinadi, 5 kun dam beradi, o'yinga chiqaveradi. Xudo xolasa kuzatishda davom etsalar, aka-ukalar qolganlarini ham sekin bitta-bitta chiqarib olaveradi. Qanaqa keyingi kuchliroq mashqlar, qanaqa ko'proq qiynash kerak, shunaqalarni keyin xo'rozni choy urib, yo'q bo'lmasa konyak urib, toblashlarini chiqarib olaman, xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar, sog' salomat bo'linglar, aka-ukalar.